Endi sizlar bilan karbohidratlar haqida gaplashamiz. Ya'ni karbohidrat tarjimasi bizada uglevodlar. Ya'ni biomolekullarning 3-vakili, ya'ni karbohidratlar haqida gaplashamiz. Bularning monomeri saxaroidlar hisoblanadi. Ya'ni saxaroid deb ularni nomlasak bo'ladi, monomerlarini. Xo'p, saccharide, the basic unit of the carbohydrates. Xo'p, composition tarkibida nima bor? Karbon bor, hidrogen bor va kislorod bor. Tarkibida karbon, hydrogen va oksigen mavjud. Unique feature: the only macromolecule where a single monomer saccharide is considered as a carbohydrate. Ya'ni bizda gaplashgandik, oqsillarni gaplashganimizda monomeri oqsillarni aminokislotalar edi, polimeri oqsillar deb ataladi, ya'ni proteins deb atalardi. Xo'p, endi bularga keladigan bo'lsak, karbohidratlarda bularning monomeri ham, polimeri ham karbohidrat deb ataladi. Shunaqa. Ya'ni the only macromolecule where single monomer saccharide is considered as a carbohydrate. Monosaccharide single saccharide units agar bitta monomerdan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu bizada monosakharid deyiladi. Masalan, glyukoza bitta monosakhariddan, bitta sakhariddan iborat. Mana bitta sakharidni ko'rib turibsiz. Mana bitta sakharid bu glyukoza, bitta sakharid fruktoza, bitta sakharid galaktoza hisoblanadi. Va ularda doim uglerod, vodorod va kislorodda nisbati bor. Bitta uglerod bo'lsa, ikkita vodorod va bitta kislorod bo'ladi. Masalan, glyukoza misolida, glyukozada 6 ta karbon bor, 6 ta uglerod mavjud. Glyukozada 6 ta uglerod mavjud. Hidrogenga qaraydigan bo'lsak, hidrogenda 12 ta 2 marta ko'p va kislorodlar soni uglerodlar soniga teng bo'ladi. C6, H12 va O6 shaklida turibdi. Bu fixed ratio for the glucose. Xo'p, bularda faqatgina formulasida farq qiladi. Ko'rib turibsiz, glyukozani, fruktozani, galaktozani, bularning hammasi monosakharidlar hisoblanadi. Monosakharidlar muhim, testda kelishi mumkin. Monosakharidlarning toping to'g'ri berilgan ro'yxatda toping deyish mumkin. Glyukoza, fruktoza, galaktoza bu monosakharidlar hisoblanadi. Xo'p, carbohydrates carbs bu asosiy bizada energiya resursimiz. Organizmda masalan simple sugars, masalan sodalar, bular juda ham tez energiya beradi bizga. Lekin kompleks starchlarimiz ham bor, kraxmallarimiz bor. Masalan, pastada yoki kartoshkada bizada kompleks starch, bular uzoq muddatli energiya berib turadi. Bizada funksiyasi immediate energy source, ya'ni juda ham immediate tez energiya resursi hisoblanadi. Yoki ular stored for later as a glycogen of fat, yoki buradan energiya beradi yoki to'planib turadi. Masalan, bizda glyukoza bo'ladigan bo'lsa, u jigarga boradi. Glyukoza jigarga boradi yoki mushaklarga borib glycogen hosil qiladi inson organizmida, glycogen sifatida to'planadi. Metabolism quickly broken down for energy, juda ham tez ishlatib yuboriladi inson organizmida glyukoza energiya manbai uchun for the energy. Excess stored as glycogen, agar ortiqcha miqdorda bo'ladigan bo'lsa, excess bo'ladigan bo'lsa, u glikogen sifatida to'planib turadi. Or fat yoki yog' sifatida to'planadi. Agar ortiqcha glyukoza bo'ladigan bo'lsa, u glikogen sifatida to'planadi yoki bo'lmasa fat sifatida to'planadi. Not just for athletes, faqat atletlar uchun emas. Glyukoza hamma uchun, ya'ni miyasini ishlashi uchun, mushaklarimiz uchun, umumoganda kundalik yumushlarni bajarishimiz uchun glyukozaning o'rni juda ham katta. Xo'p, monosakharidlarga keladigan bo'lsak, monosakharid for the test glyukoz yoki fruktozani bilishimiz kerak. Testda monosakharidlardan glyukoza yoki fruktoza juda ham ko'p tushadi. Ikkalasining ham formulasi bir xil, C6, H12, O6 bir xil. Ikkalasining ham formulasi. Faqat farqi shundaki, glyukozada mana bu kislorodli qo'shboq double bonded oxygen birinchi karbonda joylashgan bo'ladi. Fruktozada esa double bonded oxygen ikkinchi karbonda joylashgan bo'ladi. Farq shunda: double bonded oxygen in the second carbon, bunda double bonded oxygen in the first karbonda joylashgan bo'ladi. Bir xil formula, atomic arrangement faqatgina har xil. Glyukozada double bonded oxygen on the top, fruktozada on the second carbon at the top. Glucose can form the ring structure. Undan tashqari ring strukturasi ham mavjud glyukozani. Mana bu uni ring strukturasi. Xo'p, disakharidlarga keladigan bo'lsak, ikkita monosakharid qo'shilgani bu disakharid hisoblanadi. Bu juda ham oddiy
Bu yoqda ko'rib turibsiz, mana bitta monosaxarid, mana ikkinchi monosaxarid. Bu glyukoza, bu fruktoza. Ikkita glyukoza bilan fruktoza qo'shiladigan bo'lsa, bizada saxaroza hosil bo'ladi. Sucrose ingliz tilida. Bu bizada disaxarid hisoblanadi. Yoki bo'lmasam glyukoza bilan glyukoza qo'shiladigan bo'lsa, bizda maltoza hosil bo'ladi. Xo'p, mana maltoza. Maltoza bu glyukoz plus glyukoz, bu maltoza. Xo'p, ikkita monosaxarid qo'shilmasidan hosil bo'ladi dedik. Maltozani formulasi boshqacharoq. Bizda agar ikkita glyukoza bir-biri bilan qo'shilsa, masalan, C6H12O6 masalan glyukoza, fruktozaniki ham C6H12O6 bo'lish kerak, to'g'rimi? Ikkalasi qo'shiladigan bo'lsa, bizda 12H24O12 bo'lishi kerak. Lekin sukrosni formulasi, saxarozani formulasi bunaqa emas. Nega saxarozani formulasi bunaqa emas? Chunki bu jarayonda bizda oqsillarda ham gaplashgandek, bu jarayonda bizda suv chiqib ketadi. Dehydration synthesis reaction bor bu yerda. Dehydration synthesis bor. Ya'ni ko'rib turibsiz, masalan, glyukoz, ikkita glyukoz qo'shilsa, hop, bizda suv molekulasi chiqib ketadi. Hop, suv molekulasi chiqib ketadigan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? Yangi bog' hosil bo'ladi va bu bog'ning nomi endi glikosidik bond deyiladi. Peptide bond edi oqsillarda, glikosidik bond bu karbohidratlarda bo'ladi, suvda chiqib ketish hisobiga hosil bo'ladi. Glikosidik bond hisoblanadi. Mana ki suv bizada bu jarayonda chiqib ketyapti. Maltoza hosil bo'lyapti va bu jarayonda suv chiqib ketyapti. Bog' hosil bo'lishi hisobiga. Shuning uchun ham formuladan bitta suvni olib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni mana bu formula bo'lish kerak edi, lekin bundan mana buni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, ikkita vodorodni chiqarsak 22 qoladi. Bitta kislorodni chiqarsak 11 qoladi. Shunda C12H22O11 formulamiz bizada disaxaridlarning umumiy formulasi hisoblanadi. Maltoza, sukroz, bularning hammasi monosaxaridlarning qo'shilmasidan hosil bo'lganligi uchun hamma disaxarid formulasi C12H22O11 tarzida bo'ladi. Sukroz bu bizada saxaroza, o'sha stolimizda doimiy turadigan bizada shakar, glyukoza bilan fruktozani qo'shilmasi, bu ham dehydration synthesis natijasida hosil bo'lgan. Bu glikosidik bondni bizada example, ya'ni misoli glikosidik bond. Va polisaxaridlarga keldik. Polisaxaridlar bu 3 va undan yuqori bo'lgan monosaxaridlarning qo'shilmasi, bu bizada polysaccharides deyiladi. Poly degani ko'p degani, 3 va undan yuqori, ikkita bo'lsa disaxarid, bitta bo'lsa monosaxarid va ko'p bo'ladigan bo'lsa polysaccharides deb ataymiz. Glyukoza bularda, ya'ni glyukoza o'z olmaganda hujayraning asosiy bizada energiya manbai hisoblanadi va har xil glyukoza har xil polisaxarid formasida uchraydi. Bu yerda ham ko'rib turadigan bo'lsangiz, mana glyukoza molekulasi har xil shaklda uchrab turibdi. Har xil shaklda bog'langan bo'ladi. Polipeptid hosil qilgan, polisaxarid hosil qilgan bo'ladi, o'zi polisaxarid hosil qilgan bo'ladi. Masalan, glikogen misol qilib keltirishimiz mumkin. Glycogen polisaxaridga misol. Starch, glycogenni bilasiz, bu glikogen. Ya'ni bizdagi glyukozalar, bitta glyukoza molekula, ikkinchi glyukoza, uchinchi glyukoza, to'rtinchi glyukoza molekulalar birikib glykogenni hosil qiladi. Omborga o'xshaydi, glyukozalar omboriga o'xshaydi. Ya'ni glyukozalar yig'indisi glykogenni hosil qiladi. Highly branched for quick energy release. Bu glykogen umuman ko'p miqdorda jigarda hamda mushaklarda mavjud energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Starch bu plant glucose storage. Starch bu kraxmal, ya'ni o'simliklar glyukozani qanday to'playdi? Kraxmal shaklida to'playdi. Kraxmal bu polisaxarid. Masalan, ular ildizlarda to'plashi mumkin yoki urug'larda kraxmalni to'plashi mumkin bo'ladi. Sellyuloza ham bizada structural polisaxarid. Bu struktura uchun faqatgina, bu ozuqa uchun to'planish uchun emas. Bu struktura uchun sellyuloza. Masalan, plant cell wall, ya'ni bizlar bilamizki o'simlikning devori sellyulozadan iborat. Va unga qattiqlik berib turadi. Bu glyukozani to'plab ozuqa sifatida saqlab qo'yish emas, sellyuloza bu struktura uchun bizga kerak. Va biz aytdikki, storage uchun, glycogen storage uchun, starch storage uchun, lekin sellyuloza bizda struktura uchun hisoblanadi.
glycogen and starch energy storage for animals and the plants. Animal bo'lsa glycogen, plant bo'lsa starch. Cellulose bu structural support, strong. Bu juda ham qattiq. Nima uchun qattiq desa, chunki glyukozani bir-biriga bog'lanishi o'zgacha. Aytdik-ku bundan oldin ham. Oqsillarda ham gaplashdik. Uni bog'lanishi bir-biri bilan qanday holatda bog'lanishi uni vazifasini belgilab beradi. Bularda ham xuddi shunaqa. Hop, hitin bizda zamburug'larda hamda hasharotlarning tashqi qavatida himoya vazifasini o'tab berish hamda zamburug'larda hujayra devori vazifasini o'tashini bajaradi. Hop, mana saxaridlarga qaysi biri misol deganda, glyukoza misol bo'ladi. Laktoza bu bizda glyukoza bilan galaktozani qo'shilmasi. Bizda laktoza deyiladi. Sut shakari, glyukoza, galaktoza, bu laktoza, maltoza, boya gaplashdik, glyukoza bilan glyukoza maltozani beradi. Sukroz bizda ya'ni o'sha table sugar deymiz. Stolda turadigan shakar, glyukoza va fruktoza yig'indisidan iborat. Bularning hammasi disaxaridlar. Bular monosaxaridlar. Bular polisaxaridlar hisoblanadi. Shu darsimiz shulardan iborat edi. Bu savollarga javob berib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.